Tekis va ravon yo'llar, qad rostlayotgan zamonaviy inshootlar, yangilanayotgan shahar va qishloqlar. Bularning barchasi yurtimizda inson qadrini ulug'lash, har bir fuqaro uchun munosib hayot sharoitini yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarning samarasidir. Ayniqsa Kattaqo'rg'on shahrida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bugungi taraqqiyotning yorqin ifodasiga aylandi. Joriy yilda davlat dasturlari doirasida qariyb 400 milliard so'mlik mablag' ajratilib, yo'l infratuzilmasini yaxshilash, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda bir qator yirik loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shahar hokimi Gavhar Alimova mas'ullar ishtirokida hududlarda bo'lib mazkur loyihalarning ijrosini joyida o'rgandi. Chinobod mahallasida qariyb 2 milliard so'mlik piyodalar yo'lagi barpo etilmoqda. Ichki yo'llar esa to'liq ta'mirdan chiqarilmoqda. Bu o'zgarishlar mahalla aholisining kundalik hayotini yengillashtirib, ayniqsa bolalar va keksalar uchun qulay muhit yaratmoqda. Nuroniylar shahar hokimi bilan bo'lgan samimiy suhbatda ushbu bunyodkorlik ishlari uchun minnatdor ekanliklarini bildirdilar hamda bu ishlarning bardavom bo'lishini tilab duoga qo'l ochdilar. Shuncha o'zgarishlar bo'lyapti, Kattaqo'rg'onga katta binolar qurilyapti, mana yo'llar qurilyapti Chinobod mahallasiga. Mahalla ko'chganimga 31 yil bo'ldi. Olim bunaqa sharoitlar yo'q edi. Yo'llar asfalt emas, loy edi. Mana Allohga shukr, kiyamizga loylarga botib, ko'chaga chiqaydik, bolalar maktabga borishga qiynalay loylarga botib. Rahmat yo'laychalar, mana hozir bolalar ham juda yaxshi qulay bo'ldi. Yana menga ham O'zbekistonimiz, Kattaqo'rg'onimiz gullab yashraversin. Nuronlar nomidan prezidentimizga rahmat deyman. Hammamiz duoda biza. Shuningdek, Qo'shhovuz mahallasidagi Ulug'bek Barnoyev va Alisher Navoiy ko'chalarini bog'lovchi ko'prikni ta'mirlash uchun 15 milliard so'm mablag' ajratilgani aholi uchun muhim yangilik bo'ldi. Mazkur ko'prik nafaqat transport harakatini yengillashtiradi, balki hududlar o'rtasidagi iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Muhimi, mahalla ahli bu ishlardan juda mamnunlar. Keyingi yillarda juda katta muhtaram prezidentimizning yordami tufayli bevosita ko'pgina qabul qilgan qarorlar asosida Kattaqo'rg'on shahri kundan kunga go'zal, obod go'shaga aylanib bormoqda. Ulug'bek Barnoyev, Alisher Navoiy ko'chalari tutashgan joyda 60 yildan beri faoliyat ko'rsatgan ko'prik avariya holatiga kelib qolgan edi. Mana shu ko'prikni barpo etish uchun muhtaram prezidentimizning 392-qaror asosida juda katta mablag' ajratildi. Hozirgi vaqtda smeta loyiha ishlari amalga oshirilib, yaqin kunlarda qurilish ishlari amalga oshiriladi. Bu ko'prikning qurilishi transport qatnovini, piyodalar qatnovini va mehnatkashlar uchun juda katta qulayliklar yaratib beradi. Bu esa shahrimiz ahlini xursand qilyapti, quvonchiga quvonch qo'shilyapti. Biz mana shunday katta yordami uchun muhtaram prezidentimizga, Kattaqo'rg'on shahridagi barcha nuroniylar, barcha keksalar, barcha pensionerlar nomidan chin yurakdan o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan keyin ham muhtaram prezidentimiz Kattaqo'rg'on shahri haqida doimiy g'amxo'rlik qilib kelayotgan yanada boshimiz osmonga yetyapti. Ayni paytda shahar istirohat bog'ini zamonaviy dam olish maskaniga aylantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Shahar hokimi ushbu ishlarning borishini ko'zdan kechirdi va fuqarolar bilan samimiy suhbatlashdi. Yangilangan bog' kelgusida nafaqat yoshlar uchun, balki barcha yosh toifadagi vakillar uchun madaniy hordiq chiqarish, sport bilan shug'ullanish va oilaviy dam olish uchun eng sevimli maskanlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bog'imizni ta'mirlash ishlari yo'lga qo'yildi. Hamma uchun mana bu juda qulaylik bo'ladi. Bu yerda bolalar, o'zimiz, keksalar hammasi kelib juda bir ajoyib ko'rinishda bo'ladigan bog'da dam olish maskaniga aylanyapti. Shu yerda hammamiz dam olamiz. Buning uchun keksalar nomidan hammaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan tashqari shaharda yo'l transport hodisalarining oldini olish, piyodalar xavfsizligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, markaziy ko'chalardan biri Alisher Navoiy ko'chasida barpo etilayotgan salomatlik yo'lagi aholiga sog'lom turmush tarzini olib borish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu kabi loyihalar nafaqat shahar infratuzilmasini rivojlantiradi, balki jamiyatda sog'lom muhit shakllanishiga ham hissa qo'shadi. Xulosa qilib aytganda, bugun Kattaqo'rg'onda amalga oshirilayotgan barcha bunyodkorlik ishlari inson manfaatlarini ta'minlash,
aholi farovonligini oshirish va shaharni yanada obod va zamonaviy maskanga aylantirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, bunday o'zgarishlar odamlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, yangi marralar sari ruhlantirmoqda.